Allergiya bu organizmga tashqi muhitdan yot jismni qayta tushishi, kirishi natijasida hosil bo'ladi. Bu kasalliklarga kiradi: atopik dermatit, allergik rinit, bronxial astma, dori allergiyasi, oziq-ovqat allergiyasi, kivin keshishi va hasharotlar chaqishi zahri natijasida kelib chiquvchi allergologik kasalliklar hisoblanadi. Allergik rinit eng ko'p tarqaluvchi. Ya'ni allergik rinit bu burun shilliq qavatining yallig'lanishi hisoblanadi. Buning natijasida bizga ko'rinadi, belgi beradi: burunning bitishi, ketma-ket aksirish, burundan suyuqlik ajralishi va burun bo'shlig'ida qichishish. Ana shu 4 ta belgi allergik rinitga xos bo'lgan belgi hisoblanadi. Allergik rinitni 2 xili mavjud. Mavsumiy turi bo'ladi, doimiy turi. Bizda mavsumiy turi bu erta bahordan daraxt gullashidan toki paxta yig'im terimini yig'ib olgunimizcha davom etadi. Doimiy rinit yil davomida kuzatiladi. Buni sababi uyni changida tarkibida bo'ladigan kanachalar hisoblanadi.